Assalomu alaykum. Yangi kayfiyatli yaxshimi? Javoblaringiz sog'mi? Musafirdagi oilalarimiz charchamaylik o'qisa. Xudo xolasa sizlarga yana bir yangilik, yangi arkamizda go'shtxona ochildi. Bir qator ko'rsatib o'tamiz. Orientga keladigan bo'lsak, Imunda Prezident maktab, bu tarafda Huma salon, Imunda Nafasa salon. Orientni menimcha tushunib oldingizlar deb o'ylayman. Xudo xolasa shu yerda yo'l ustida go'shtxonamiz ochildi. Sifatli, sertifikatlangan halol go'shtlar sotiladi bu yerda. Ekranda nomerlar qo'yib o'tamiz. Bizlarni bari ko'pchilik ko'radi, qiziqadi. Go'sht jason bo'lib turibdi. Hozirda da uyda o'tirib bari tezroq ko'rishingiz mumkin. Yana sizlar uchun imkoniyat. Endi yana o'kiz. Shaxsan o'zim ko'rdim. Bugun 18-mart sizlar azon bilan chiqdik. Soat 9 bo'la keldi. Bismillah. Assalomu alaykum og'a, kayfiyat yaxshimi? Charchamayapsiz? Ne yangiliklar qo'ydingiz og'a? Yangiliklar xudo xolasa shampoo ikkisi so'ydik, chiqalam chiqdi. Endi bahosini ayting. Go'sht 120 ming so'mdan qo'ydik. 120 ming so'mdan. 120 ming so'mdan. Lekin son go'sht do'stlar. Qarayman yog'siz go'sht mana. Aynen, çok iyi. Mesli mal xudo xolasa. Ben özüm akşam gördüm şu oy dostlar. Endi bir necha so'm og'a? Yülükli. Yilik sumaklar 40 ming so'mdan. Kelishib Bak beradi. qo'rg'oni Qo'rg'onlar go'shti bilan birlikda 95 ming so'm. Yana davay. 95 ming so'm, Eti bilan qo'yma 95 ming so'm. Gap yo'q lan. Bu yağ og'a? Ya 40 ming so'm. 40 ming so'mmi? Böyle kağıdı. Gap yo'q. Sizlarda quru mol go'shtimi yo yangiliklar bormi yana? Qo'y go'shti bor. Qo'y go'shtami? Tilova ichiladi. Bemalol kelsangizlar bo'ladi. Endi bizlarni somsa chalg'anlarimiz ko'radi. Sizlar uchun bo'ladi videomiz. Bemalol kelsangizlar bo'ladi. Ana shuning gapi. Uyda olmasa shu qarindosh to'g'on bo'lishi mumkin, do'stlar bemalol jo'natib qo'yarsiz. Shularni o'tganda bir ishdan qaytishni bir kalob sizlarni xudo xolasa oila bilan ketadi. Asa hamma rahmat, sog'inglar, salomat bo'linglar. Ishning go'shtlar kerak bo'lsa, bemalol kelsangizlar bo'ladi. Baraka go'shtlar. Yangi sentrda.